Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Javohir. Bugun sizlarga Dream Liga Soccer o'yiniga logotip qo'yishni o'rgataman. Birinchi Play Marketga kirib olamiz. Hop, mana bu yerda qidirish bo'limiga o'tamiz va Pixel Lab deb qidiramiz. Mana shu birinchi chiqqan ilovani o'tkazib olamiz. Hozir mana bizda o'tyapti. Tak, hozir mana bizda o'tibdi. Hozir o'tgan bo'lishi kerak edi. Bu yerdan ochib yuboramiz sirasi. Bizlaringiz yasalmasangiz bizda xizmatlar bor. Yasab berish, formani yasab beramiz. Mana bu yerdan mana shu 4-bo'limiga o'tamiz. Ikkita 4 burchak turgan, mana image bo'limiga, yo'q, front gallery deb yozilib turadi. Mana shu front gallery degan bo'limni bosamiz. O'sha rasm galereyada bo'lishi kerak. Mana misol uchun men bu rasmni qilaman. Endi mana shu yerdan bitishgani bosmay turamiz. Pastda mana shu dumaloqni bosamiz. Da o'zimizga kerakli razmerni mana shunday qilib belgilab olamiz. Mana birinchi bir gapir qilamiz, keyin mana dumaloqni bosamiz. Mana bo'ldi, endi bitishgani bosamiz. Mana bu tekst joyini o'chirib olamiz. Bizga kerak emas u. Tak, mana bo'ldi. Endi tepada saqlash degan joyi turibdi. Shuni bosamiz. Mana save as image, ya'ni tagi degan bosamiz. Bu yerda sizlarda JPG turishi mumkin. Buni PNGga o'tkazib olishimiz kerak. Bu turaveradi. Mana save to gallery'ni bosamiz. Hozir reklama chiqadi. Bu reklama ko'rib yurishingiz shart emas. Galeriyaga kirib ko'rasiz. Bu yerga kirib ko'rish ham shart emas aslida. Turgan bo'lishi kerak, mana turibdi ekan. Tak, endi Google ga kiramiz. Okay. Google ga kiramiz. Bu yerdan qidiruv bo'limiga yozamiz. Mana img B IMGBB. Mana shuni yozamiz. Yozilmasanglar
IBP deb yozsa ham bo'ladi. Mana birinchi chiqqan saytga kiramiz. Bu yerda mayli xiromda o'chiramiz. Mana ochildi. Bu yerda nachat загрузку ustiga bosamiz. U bosmasa tepada bulutchani ustiga bossangiz ham bo'ladi. Hozir mana. Bu yerdan fayllarga kiramiz. Mana bu yerda turadi yasagan logotipimiz. O'shani mana dumaloq bo'lib turibdi. Bu qalamchani ustiga bosamiz. Mana 1280 ni mana bu yerda mana 1 2 3 4 deb yozdim. Ikkala joyda bir xil bo'lishi kerak, bo'lmasa TLS qabullamaydi. TLSda eng maksimali 512 rasmiy, shuning uchun 512 ga 512 qilishimiz kerak. Отправить-ni bosamiz bu yerdan. Mana загрузить-ni bosamiz. Tayyorlayapti hozir logotip. Mana bo'ldi. Endi bu yerda sizlarda hozir mana bunday qilib turishi mumkin. Shuni bosasizda mana shu yerga o'tkazib qo'yasiz. Eng pastidan bitta tepadagi joyga www kod полный размерного изображения со ссылкой deb qo'yibdi. Mana o'shani ustiga bosib tursangiz mana o'zi ko'k bo'lib turadi. O'shani nusxalab olsangiz kifoya qiladi. Tak. Endi DLSga kirib olamiz. Kommentariyaga plus qoldirsangiz DLSni qilishni ham o'rgataman do'stlar. Hozir endi DLSga kirishini kutamiz. Menda ikkita akkaunt bor DLSda. Bitta telefonimda ulanib turgan, Google ulanib turgan, shuning uchun mendan hozir Gmail so'rash mumkin. Sizda ikkita akkaunt Gmail yo'llanib turgan bo'lsa so'raydi. Agar bitta akkaunt bo'lsa so'ramasligi mumkin. Men hozir Gmailga kirib olaman. Mana bos. Kiryapti. Xo'p, mana kirdi do'stlar. Okay, endi mana bu pastda My Club deb turibdi, My Club. Agar sizniki ruschada bo'lsa, Moy Club deb turadi. Mana shu yerga kiramiz. Custom mesga o'tamiz. Mana bu yerdan logo bo'limiga o'tamiz. Sizlarda mana shu pastda chap taraf pastda olmos so'raydi. Mana hozir mana shuni bosamiz. 300 olmosga hozir formani ochishim kerak. Logotip 150 olmosmi shunday bo'ladi. Sizlarda bu yerda yozilmaydi. Men o'zim oldin qo'yganim bu. Tak, buni o'chirib tashlaymiz. Mana bosib tursangiz mana shunday oyna ochiladi. Shuni ustiga bitta bosamiz. Bo'ldi, bittichka mana frame. Okay. Mana bo'ldi. Mana do'stlar, bizning logotipimiz tayyor. Shuni logotip yasagandan keyin mana bunday formani o'zingiz qilishingizni tavsiya beraman. Chunki mana bu yerda logotip ko'rinadi. Mana murabbiyning shapkasida ham agar bosh kiyim kiydirsangiz o'zingizning logotipingiz ko'rinib turadi. Bonusni olaveramiz. Mana
Mana do'stlar, bizning logotipimiz tayyor bo'ldi. Bugungi video shunday iborat edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Bizning xizmatlarimiz bor. Telegram lichkamni описаниеda qoldiraman, kommentariyada ham qoldiraman. Mana akkauntimga qiziqqanlar uchun akkauntimni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Juda kuchli emas, bo'ladi o'zingiz. Menga juda kuchli akkaunt kerak emas. Tashim kerak mana. Zapasda o'yinchilar ham bor. Logotip yasab beramiz, ism topib beramiz, forma yasab beramiz. Shunday xizmatlar bor. Hammaga ko'rishguncha salomat bo'ling.